Bugun Toshkent tibbiyot texnikumidagi talabalarning sohasidagi qiyin jarayonlar haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi sohada o'qiysiz? Feldsher. Feldsher yo'nalishida eng qiyin jarayon qaysi jarayon deb o'ylaysiz? Bizning sohamizda eng qiyin jarayon bu to'g'ri diagnoz qo'yish. Agar noto'g'ri diagnoz qo'yadigan bo'lsak, bemorga birinchi yordam ko'rsata olmay qolishimiz mumkin. Javobingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Qaysi sohada o'qiysiz? Farmatsevtika. Farmatsevtika sohasida eng qiyin jarayon qaysi deb hisoblaysiz? Bemorlarni olib kelgan dorilarni boshqa dori bilan qaytarib jo'natish. Aynan nimaga bu jarayon sizga qiyin? Chunki ular shifokor yozib bergan dorilarni so'rashadi. Biz ularni sostavidagi dorilarni berib jo'natganimizda ular bundan jahli chiqadi. Ishonishmaydi. Da. Javobingiz uchun rahmat. Qaysi sohada o'qiysiz? Hamshiralik. Hamshiralik sohasida eng qiyin jarayon qaysi deb hisoblaysiz? Hamshiralik jarayoni qiyin emas, lekin bemorlar bilan ishlayotganda psixologiyasini o'rganish qiyin. Javobingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Qaysi sohada o'qiysiz? Stomatologiya yo'nalishida. Stomatologiya yo'nalishida eng qiyin jarayon qaysi jarayon deb hisoblaysiz? Bu yo'nalishda men uchun sterilizatsiya jarayoni juda qiyin, chunki deganda qon bilan ishlanadi bunda, ya'niki yuqumli kasalliklar yo'q qolish ehtimoli juda ham baland. Shu jarayonda ko'proq qiynalamiz. Javobingiz uchun rahmat. Sizga yana qanday savollar qiziq? Izohlarda yozib qoldiring.